Autodesk Revit dasturini interfeysi bilan tanishib chiqamiz. Birinchi navbatda sozdать qilamiz. Belgilagan shablonimizni. OK. Bizda fayl sozdать qilganimizda xuddi shunaqa oyna ochiladi va chap tarafda va o'ng tarafda va tepada oynalar ochiladi. Ba'zi bir holatlarda svойство oynasi pastki holatiga tushib qolishi mumkin. Ya'ni xuddi shunaqa holatda yoki bo'lmasa svойство bilan dispetcher proyekt tepama-past, ya'ni almashgan holatda bo'lishi mumkin. Xo'p, birinchi qiladigan ishlarimiz nimalardan iborat? Bizda aynan tepadan bu o'rganishni boshlaymiz. Tepa qismimizda birinchi biz o'tgan darsda sizlar bilan главный tugmasini ko'rdik. Ikkinchisi открыть, qaysidir faylni ochishimiz mumkin. Сохранить, qaynoq tugmasi Ctrl+S. Keyingisi bu совместный работа ishlanganda сохранitni sal boshqacharoq yo'li. Ya'ni ma'lumotlarni jo'natish. Keyingisi Ctrl+Z, Ctrl+Y, ya'ni oldiga orqaga qaytish. Keyingi tugmamiz Ctrl+P, ya'ni print, ya'ni pechat. Ctrl+P ni bosadigan bo'lsak, biz ishlagan chizmalarimizni pechatga berishimiz mumkin. Lekin bu pechat bo'yicha oxirroqda tanishib chiqamiz. Autodesk Revit'da 22-chi, 23-chi, 24-chi yilgi versiyalarida va undan keyingi versiyalarida PDF bo'limi qo'shilgan. 21da PDF bo'limi yo'q. 23da bor. Xo'p, bu bizga nima beradi? Ctrl+P ni bosib, biz qaysidir printerni belgilab turib PDF ga o'tkazib olishimiz kerak bo'lardi oldingi versiyalarda. Hozirgi 23-yilgi versiyasidan boshlanib turib PDF ga bosadigan bo'lsam, bunga qaynoq tugma qo'yishimiz mumkin. Горячий klavish, ya'ni bosadigan bo'lsam, to'g'ridan-to'g'ri PDF ga o'tkazib beradi. Bunisi aktivniy element управления и размеры. Belgilagan obyektimizni razmerlarini, qulflarini ko'rsatib beradi. Ochish, yopish. Keyingisi измерение, ya'ni временный va asosiy razmerlar bor. Bu ikkalasi ikki xil tipda. Ya'ni qaysidir obyektimizni belgilaydigan bo'lsam, o'sha obyektimni vaqtinchalik razmerini ko'rsatib turadi. Lekin boshqa obyektni belgilaydigan bo'lsam, u boshqa obyektga nisbatan ko'rsatadi. Lekin uni pechatda qilganimizda ko'rsatmaydi. Keyingisi parallelniy razmer, DI, горячий klavishasi, dimension, ya'ni buni belgilab turib, bir nechta obyektimizni razmer qo'yishimiz mumkin. Xo'p, yana qaytarib tushuntiraman. Bu instrumentlarimizni darsimiz davomida ishlatib o'rganamiz. Hozir asosiy funksiyasini va ko'zimizni o'rgatish uchun har birini ta'riflab ketaman va o'rganib chiqamiz. Keyingisi markirovka. Markirovka Revit dasturida har bitta detalli, har bitta elementda o'zini markasi bor. Ana o'sha markalarni berib chiqaradi. Ya'ni biz oldin ishlagan chizmalarimizda bilamiz, oyna, eshik va shunga o'xshagan obyektlarni biz kladishniy planda yoki markirovchniy planda markasini berib ketamiz. Aynan o'sha markalar shu instrument orqali qo'yib chiqiladi. Keyingisi bizda tekst. Tekst hamma biladi. Oddiygina tekst, harf yozish. Keyingisi 3D, ya'ni obyektimizni bosadigan bo'lsam 3D ko'rinishiga o'tadi. Hozir menda ishchi oynamda hech qanaqa obyektim bo'lmagani uchun hozir menda pustu oknoni ko'rsatyapti. Keyingisi razrez. Hozir ko'rsatgan har bitta instrumentimga o'zimizga kerakli instrumentlarni hammasiga qaynoq tugma qo'yib chiqamiz. Hozircha faqatgina tushunsak, shuni o'zi kifoya qiladi. Bunisi razrez. Razrez har bitta obyektimiz 3D holatda bo'ladigan bo'lsa, biz unga razrez qo'yadigan bo'lsak, avtomatik tarzda, ya'ni parallel o'sha qismni kesib ko'rsatib berish imkoni bor. Keyingisi тонкий liniya. Buni qisqa qilib aytaman. TL, горячий klavishasi. Bu obyektimizni ingichka liniyada ko'rinishi yoki qalin liniyada, ya'ni pechat holatida ko'rinishini bizga ta'minlab beradi. Keyingi oynamiz bizda закрыть неактивный вид. Bu tepada oynalar ko'payib ketadigan bo'lsa, bu tugmani bosadigan bo'lsam, menda ortiqcha oynalar vaqtinchalik yopilib turadi. Keyingi instrumentimiz bizda сменить окна. Bosadigan bo'lsam, o'zimga kerakli oynalarni tanlab olishim mumkin. Interfeys tepa qismida ko'radigan bo'lsa, arxitektura, konstruksiya, stil, har bitta yo'nalishi o'zini
kategoriyasiga bo'lib chiqilgan. Misol uchun arxitektura bo'lsa arxitektura, konstruksiya bo'lsa konstruksiya. Xo'p, keyingisi sistema bo'lishi mumkin. Misol uchun bunda ham o'ziga yarasha ishlatiladigan instrumentlar. Hozir hammasini chuqur o'rganishimiz shart emas, faqatgina bu darsli ko'zimizni pishirish uchun shoshmasdan etapma-etap o'tib boramiz. Stavich oynasi bilamiz, loyihamizga olib kirishimiz mumkin bo'lgan obyektlarimizni aynan shu oyna orqali olib kirishimiz mumkin. Bu bir nechta birliklarda bo'lishi mumkin. Birlik degan tushuncha aynan CAD sistema bor, BIM sistema bor va shunga o'xshaydigan bir nechta standartlar bor. Misol uchun Maxda Poly standarti, Mesh standarti, CAD sistemada ham misol uchun Mesh standarti ishlaydi, Revitda ham Mesh standarti ishlaydi. Bu standartlar haqida keyinroq bafurja gaplashamiz. Annotatsiya oynasi bizda razmerlar joylashgan, uzillar bilan ishlash, tekst bilan ishlash, marka, ya'ni boya ko'rsatgan markani asosiy turadigan oynasi aynan annotatsiya oynasida va qo'shimcha instrumentlar. Bu instrumentlarni detalli etapma-etap o'rganib boramiz. Analiz. Autodesk Revit dasturida yaxshi qo'shimchalardan bittasi bu loyihani analiz qilish imkonini beradi va bu bizga hozircha kerak emas, lekin kelajakda o'rganish imkonimiz bor. Forma game plan bilan ishlashda va har xil murakkab formalar bilan yoki sodda formalar bilan ishlashda aynan shu oyna bizga yordam beradi. Совместная работа BIM sistemasida juda ommalashgan ishlash prinsipi. Bu holatda bitta kompyuter, bitta serverda fayl turadi va bir nechta inson o'sha serverdan faylni o'ziga загрузка qilib, ishlab bir vaqt o'zida, ya'ni onlayn desa ham bo'ladi, ishlash imkonini beradi bir vaqtni o'zida. Va buni bir nechta yo'llari bor va o'zining standartlari bor. Aynan o'sha holatlarni etapma-etap tushuntirib o'tib ketamiz. Vid oynasi. Aynan bizda vid oynasi oynalar uchun mo'ljallangan, ya'ni o'z nomi bilan grafika, qanaqadir vizualizatsiya yoki qanaqadir bizni loyihamizni ko'rsatmoqchi bo'lsak, aynan shu oyna bizga yordam beradi. Создание bo'limlarni, ya'ni biz ishlagan obyektlarimizni har xil ko'rinishlarni sozdать qilish uchun yordam beradigan oyna. Kompozitsiya okna. Bularni ham detalli tushuntirib o'tib ketaman. Yana qaytarib o'taman. Bu darsimiz faqatgina yuzaki bu instrumentlar nimalar uchun kerakligini o'rganish uchun xolos. Hammasini sabr bilan o'rgansak, xudo xolasa oxirigacha boramiz. Управление oynasi Autodesk Revit dasturini boshqarish, misol uchun materiallarni, aynan bu instrument bo'yicha gapiraman, materiallarni sozdать qilish, qo'shish va ularni tahrirlash yoki nomlarni o'zgartirish, umumiy ma'lumotlar kiritish uchun ishlatiladi. Parametr, bu yerda общий parametr degan bo'lim bor, ya'ni FOP, fayl общий parametr yoki globalniy parametrlar. Bu parametrlar bizda Revit dasturida juda muhim va bular haqida ham etapma-etap tushuntirib boramiz. Stil obyekt, parametr привязки, informatsiya o proyekti. Bu oynalarimiz ham bizga kerak bo'ladi. Misol uchun stil obyekt. AutoCAD dasturida bilamiz, sloylarda stil obyektlarni biz nastroyka qilib qo'ygan bo'lamiz. Aynan o'sha nastroykalar bizda stil obyektda turadi. Bosib ko'radigan bo'lsa, har bitta liniyani, har bitta obyektimizning liniyasini o'zini qalinligi, rangi, ko'rinishi bor. Aynan o'sha ko'rinishlarni xuddi shu joydan nastroyka qilinadi. Odatda по умолчанию nastroykada turadi va teyilmaydi. Bu haqida ham keyinroq tushuntirib beraman. Xo'p, stadiya va qo'shimcha instrumentlarimiz ham xuddi shu bo'limda joylashgan. Дополнительный parametr. Bu qo'shimcha parametrlar bizda misol uchun ves liniya, stil liniya, обратцы liniya misol uchun. Ves liniyani bosadigan bo'lsam, har bitta masshtabda obyektimni liniyasini qalinligi va ingichkaligini nastroyka qilish imkonini beruvchi oyna joylashgan. Va bu perspektivada xoh liniya, xoh planda bo'lsin, har birini nastroyka qilish imkonini beradi. Nastroyka bo'limida bizda unaqa juda ko'p oyna joylashmagan, lekin bu oynaga ham qo'shimcha ma'lumotlar kirgizishimiz yoki
qo'shimcha oynalar kirgizishimiz mumkin. Modplus bizda qo'shimcha plagin. Bu plaginni keyinroq ustanovka qilish jarayoni haqida va plaginlar darsimizda to'liq tushuntirib beraman. Hozir bunga to'xtalishimiz shart emas. Izmireniya oynasida bizda asosan ishlatiladigan instrumentlarimiz joylashadi va bizda misol uchun liniyalarni qirqish yoki devorlarni qirqish yoki ulardan kopiya olish yoki uni qarama-qarshisiga kopiya qilish yoki qarama-qarshi tomonga aylantirish. Aynan xuddi shunaqa instrumentlarimiz joylashgan bu joyda. Bular haqida ham chuqurroq tushuntirib beramiz keyingi darslarimizda. Va aynan bu oynamda ko'rinib turganda bizda ishchi oynamiz. Bu oynamizga biz loyihamizni chizamiz va aynan shu loyihamizni shu joyda modellashtiramiz. Va bu ko'rinib turgan dumaloq kichkina obyektlarimiz bular kamera deb tushunsak bo'ladi. Va kameramiz aynan bu o'rtaga chizadigan bo'lsa obyektimizni, bu kameralar bizga o'ziga kerakli tomondan ko'rinish, ya'ni fasadlarimizni yoki interyerdagi razvertkalarimizni ko'rsatish uchun yordam beradi. Va ana endi biz sizlar bilan darsimizni davom ettirishimiz uchun birinchi interfeysimizni sozlab olishimiz kerak. Birinchi navbatda qiladigan ishimiz svойство oynasi bilan dispetcher proyekti. Hozir buni to'liqroq tushuntirib beraman. Dispetcher proyekt har doim bizda chap tarafda turadi, svойство bizda o'ng tarafda turadi. Sababi bizda dispetcher proyekt chap tarafda turgani bu endi bu narsa har doim individual nastroyka hisoblanadi. Nimaga? Menga chap tarafimda turgani ma'qul. Bu oynani men juda ko'p ishlataman. Svойство oynasi dispetcher proyektga nisbatan kamroq ishlatiladi. Shunga nisbatan monitor kurvet bo'ladigan bo'lsa, bu narsani umumiy farqi yo'q qaysi tomonda turishi. Lekin hozir biz darsni o'rganish niyatidamiz va sizlarga maslahat beraman. Darsda chalg'ib ketib qolmasligi uchun yoki qiynalmasligi uchun bir xil nastroyka qilishni. Sizlarda mana bu tepada oynalar rangli bo'lmasligi mumkin. Bu plagin orqali qilingan va bu loyihalarni ajratib turish uchun. Hozir menda ikkita loyiham bor. Misol uchun bu rangga kiradigan bo'lsa, menda mana xuddi shunaqa oynaga kiradi. Bu ikkinchi loyiham. Birinchi loyihamga bu qismidan kiraman. Zakrit neaktivniy vid qilamiz, chunki menda ikkita loyiha turibdi va bu yerda bir nechta oynalar turibdi. Men adashib ketmasligim uchun tepada zakrit neaktivniy vid bossam, mana menda 3 ta loyiham bor ekan. Dispetcher proyekt haqida tushuntiraman. Dispetcher proyekt bizda loyihamizni ko'rinishlari 3D vid, plan vid, misol uchun yoki aksionometritskiy vid va shunga o'xshaydigan ko'rinishlarimizni bizga ko'rsatib beruvchi oyna. Misol uchun birinchi etaj, ikkinchi etaj yoki game plan. Misol uchun sizlarda aynan xuddi shunaqa holatda turgan bo'lishi mumkin. Buning uchun vidga kirish uchun plus belgisini bosamiz, plan etaj va mana ko'rib turganimizdek, birinchi etajni bosadigan bo'lsam, birinchi etajga kiradi, ikkinchi etajni bosadigan bo'lsam, mana ikkinchi etajga kiradi. Va pastdagi qolgan vidlar ham xuddi shunaqa tartibda ketadi. Bularni biz darsimiz davomida nastroyka qilib o'zimizga moslashtirib chiqamiz. Legenda annotatsiya bo'limi bo'lib, ya'ni annotatsiya deganda bizda tepada ko'rganimizdek annotatsiya bo'limimiz bor edi va bu holatda legendada asosan 2D qo'shimcha detallarimiz ishlanadi. Misol uchun qo'shimcha uzellar yoki qo'shimcha detallar yoki условные обозначениялар. Chizmamizda bilamiz, har doim условные обозначениялар bo'ladi. O'sha условные обозначенияларni aynan legenda orqali yasash bizga qulaylik olib keladi. Va bu alohida oyna hisoblanadi, ya'ni kiradigan bo'lsam, menda mana polli pirogi deyiladi. Pirogni ishlatilgan. Yoniga qo'shimcha ma'lumotlarni kirgizsam, polli pirogi haqida ma'lumot beruvchi oyna. Va buni biz оформление qilayotganimizda, оформление listimizga tashab qo'ysak, tayyor ko'rinish. Va ahamiyat beramiz. Biz ishchi oynamizda birinchi etaj uchun ishlaymiz, legenda uchun emas. Legenda faqatgina bizda annotatsiya elementlarini chizish uchun ishlatiladi. Yoki annotatsiya bo'limida biz kerakli ma'lumotlarni yig'ib turib listimizga joylashtirishimiz mumkin. Vedomost spetsifikatsiya haqida tushuntiraman. Vedomost spetsifikatsiya bizda ishlatilgan modellarimizni qo'shimcha yoki o'sha modellar haqida ma'lumot beruvchi eksplikatsiya yoki spetsifikatsiyalarni
bizga yig'indisi aynan shu joyda turgan bo'ladi. Misol uchun общий данные kiradigan bo'lsam, mana bu yerda общий данныйni ma'lumotlarni kirgizib chiqish mumkin. Bularni avtomatlashtirish yoki ruchnoy yozib chiqishni darsimiz davomida ko'rib chiqamiz. Keyingisi list, razdel, proyekt. Bu bizda listlarimiz, ya'ni har bitta listimiz uchun alohida oynalar ochiladi. Ya'ni bu qismida ko'rayotganimizdek 01, ya'ni keyingisi ketadi 02, 03, 04. Ya'ni ketma-ket listlarni xuddi shunaqa oyna orqali taxlab joylashtirib listlarimizga joylab ketishimiz mumkin. Ya'ni hozir tushuntirdim, ahamiyat beramiz. Ведомостlarimiz xuddi shunaqa joylashadi. Va legendamiz ham misol uchun bu joyda biz qanaqadir uslovniy обозначение yasadik, ushlab turib bu yoqqa tortamiz. Mana. Boyagi polimmi, pirogi. Bu отдельный bitta oyna bo'ladi. Ustiga 2 marta bossam, o'sha oynaga, ya'ni bu qismiga aktiv bo'lib kiradi. Ko'rayotganimizdek, xuddi shunaqa holatda ishlaydi. Ishlash prinsipi shunaqa. Semestr bu bir nechta parametrlar yig'indisi va obyekt. Ya'ni obyektimizda misol uchun aytaman, kravat yasadik biz va biz uni semestr qilib sazzas qildik. Ya'ni uni ichida bir nechta ma'lumotlar bor va u semestr hisoblanadi. Aynan xuddi shunaqa Autodesk Revit dasturida ishlatilgan 80-90% elementimiz hammasi semestr hisoblanadi. Misol uchun mana bir listimiz. Bu listimiz ham semestr. Faqat o'zini kategoriyasi bor. Kategoriyasi изменить. Mana bu bitta rangli qismi ko'rinib turibdi. Основной надпись. Va o'zini kategoriyasi bor. Ya'ni har bitta detalimizda o'zini kategoriyasi bor. Kategoriyasi bo'yicha Revit logikasida o'zi filtrlab bo'lib qismlarga bo'lib chiqqan va shu yo'nalish bo'yicha ishlaydi. Gruppa va связь Revit haqida keyingi darslarimizda tushuntirib beraman. Va свойство oynasida har bitta belgilagan obyektimni o'zini свойствоsi bo'ladi. Misol uchun listimni belgiladim. Listimni har bitta ma'lumoti kirgizib chiqilgan. Ya'ni bu semestr. Bu listni men o'zim xohlagan razmerga o'zgartirishim mumkin. Bu qismida bosadigan bo'lsam, panel ochiladi va bu yerda ko'rib turganimizdek A5 formati bor va A6 formati bor. Misol uchun to'g'rirog'i bu format 6, format 5, format 3 va shunga nisbatan biz razmerni o'zgartirib chiqishimiz mumkin. Va darsimiz davomida shablon darsimiz bo'ladi va o'sha shablon darsimizda biz o'zimizga kerakli listlarni sazzas qilib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Va qaysidir obyektni belgilaydigan bo'lsam, bu qismida o'sha obyektimni svoyствоsi, настройкасы chiqadi. Tip bo'yicha настройка qilishimiz mumkin yoki ekzemplar bo'yicha настройка qilishimiz mumkin. Ikkalasini farqi, ekzemplar faqat aynan shu modelim uchun ishlaydi. Agar tipini o'zgartiradigan bo'lsam, bu qismida 02 общий данные turgan bo'lsa, u listda ham uni razmerlari o'zgarib ketadi. Tipda xuddi shunaqa logikada ishlaydi. Ekzemplarda faqatgina bu oynamda o'zgaradi, 02-listimda parametr o'zgarmaydi. Ekzemplar bilan tippi farqi shunda.